Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Tradeway kanali. Bugungi videoroligimizda biz sizlar bilan Pocket Options saytida bozorni analiz qilib, сделкаlar ochib pul ishlashga harakat qilamiz. Agar sizlar saytda yangi bo'lsanglar, birinchi bo'lib registratsiya va verifikatsiyadan o'tib qo'yishinglar kerak, keyin sizlarda hech qanaqa muammolar bo'lmasligi uchun. Demak, verifikatsiya registratsiyadan o'tish haqida ham bizning YouTube kanalimizda videoroliklar bor. Pastroqqa tushib, ya'ni birinchi videoroliklarimiz shular haqida bo'lgan. Agar tushunmasanglar, bemalol ko'rib, sizlar ham to'g'ri ro'yxatdan va verifikatsiyadan o'tib olishinglar mumkin. Demak, biz hamma narsani qilib bo'lganimizdan keyin balansimizga sarmoya kiritib, bemalol сделкаlar ochib pul ishlashimiz mumkin. Demak, biz bugungi videoda aytib o'tgandek texnik analiz qilamiz. Yana biz bozorni ko'rib turib, liniyalarimizni qo'yib olib, сделкаlar ochishga harakat qilamiz. Demak, ko'rib turganingizdek, bu yerda понижающий trend bor, bozor pastga qarab harakatlanyapti. Ya'ni bozor strukturasini ko'rsak, ko'rishinglar mumkin. Понижающий trend holatida turibdi. Demak, bu bizda уровень сопротивления bo'ladi. Shu liniyaga kelganda bozor pastga qarab yurib ketish kerak. Demak, bu yerda уровень поддержкamiz bor. Sizlarga поддержкani chizib ko'rsataman. Oxirgi daqiqalardagi mana shu eng maksimalniy holat. Ya'ni shu liniyadan hali bozor bizga pastga qarab yurib ketmagan. Mana bu yerda ko'rishinglar mumkin. Bozorni uzoqlashtirsa, mana bu yerda полный понижающий holat bo'lgan. Demak, 5 minutlik switchaga o'tkazamiz. Bu yerda ko'rishinglar mumkin, треугольник holati ketyapti. Biz demak, bugungi videoda $30 сделкаlar ochamiz. Buni foizga o'girsak, balansimdagi summadan 3.7% tashkil qilar ekan. Sizlarga ham xuddi shunaqa 1% dan 5% gacha balansdagi summalarga сделка ochib pul ishlashinglarni tavsiya etaman. O'shanda sizlarda risk kamroq bo'ladi. Demak, biz 1 daqiqadan 5 daqiqagacha сделкаlar ochishga harakat qilamiz. Demak, ko'rishinglar mumkin 5 minutlik switchda turibdi. Demak, biz buni 1 minutlikka o'tkazamiz va mana shu liniyaga tegishiga biz pastga qarab 1 daqiqaga сделка ochamiz. Nega bu yerga ochding desanglar, ko'rib turganingizdek, bu yerda mana bitta уровень поддержка liniyasi bor edi. Mana bozor bizga bu liniyani badani bilan kesib o'tgan va keyingi harakati mana shu liniyagacha bo'lish kerak. Demak, shu liniyaga tegib bozor yana bizga keyingi tepadagi liniyamizga harakat qilish kerak. Demak, сделка bo'limini ochamiz, bozor yaqinlashtirib, videoni tezlashtirib, natijasini kuzatamiz. Mana ko'rishingiz mumkin, сделкamiz yopilishiga 4 soniya qoldi va bu сделкamiz bizga 100% plusga yopiladi. Demak, biz yana bir marta tepaga qarab сделка ochib qo'ysak bo'ladi. Kelinglar shu yerda risk qilib tepaga qarab 1 daqiqaga сделка ochib qo'yamiz. Chunki mana shu liniyani buzib o'tdi. Mana ko'rib turganingizdek, уже bozor likvidnessini ham oldi. Bu yerda kelinglar biz $65 ga, ya'ni martingale strategiyasi bo'yicha yana 1 daqiqaga tepaga qarab сделка ochib qo'yamiz. Demak, сделка ochdik. Bu yerda ko'rishinglar mumkin, bozor likvidnessni oldi. Bundan oldingi maksimumni buzib o'tdi. Mana уже likvidness olindi. Endi bemalol bozor tepaga qarab harakatlansa bo'ladi. Demak, сделка bo'limini ochamiz, videoni tezlashtirib, natijasini kuzatamiz. Mana ko'rishinglar mumkin, birinchi сделкamiz yopilishiga 4 soniya qoldi. U сделкamiz ham bizga impuls bilan bozor tepaga qarab yurib berib plusga yopildi. Keyingi сделкamiz yopilishiga yana 10 sekund bor. U сделкamiz ham bizga 100% plusga yopiladi. Demak, ko'rib turganingizdek, biz yaxshi analiz qildik va mo'shniy tochkalarda сделкаlar ochdik va ko'rishinglar mumkin, biz 3-chi ketma-ket plusavoy сделкamizni oldik. Demak, videoni boshida balansimizda $810 bor edi. Ko'rishinglar mumkin, $925 bo'ldi. Sizlar bilan birgalikda уже biz videoda $115 sof foyda qildik. Bu yerda yana biz $30 bitta сделка ochib qo'yishimiz mumkin. Kelinglar, yana bir marta biz tepaga qarab сделка ochib qo'yamiz. Keyingi switch ham bizga tepaga qarab yurib berish kerak, ya'ni yashilga yopilib berish kerak. Chunki agar hozir ikkinchisi ham bizga yashil yopilib bersa, mana bu tochka bizda уже order block bo'ladi. Shu liniyaga kelganda bozor bizga yana tepaga qarab yurib berishi mumkin. Demak, aytib o'tganimdek, ko'rishinglar mumkin, bu switch ham bizga yashilga yopilib beryapti. Bu yerda inbalans zonani yopib ketdi bozor. Inbalans zona qoldiradi deb o'ylagandim, lekin ko'rishinglar mumkin, inbalans zonani yopib ketdi. Endi bemalol bu switch ham bizga yashilga harakatlanib bersa bo'ladi. Agar yashilga yopilib bizani сделкamizni plusga yopib bersa, biz bemalol bugungi targovlarimizni stop qilsak bo'ladi. Bugun yaxshi сделкаlar ochib, yaxshi plus qilgan bo'lamiz. Agar dalshi сделкаlarga kirib ketaversa, agar plus qilsak ham, unda biz balansimizni keyinchalik minus qilib qo'yishimiz mumkin. Demak, bozor yaqinlashtiramiz. сделкamiz yopilishiga ozgina vaqt qoldi, 8 sekund qoldi. Ko'rishinglar mumkin, oxirgi sekundlarda bozor bizga impuls bilan tepaga qarab yurib beryapti. Demak, сделкamiz yopilishiga 2 soniya qoldi. Ko'rishinglar mumkin, biz 4-chi plusimizni ham oldik. Balansimizda $953 bo'ldi. Demak, sizlar bilan birgalikda bugungi videoda biz $143 foyda qildik. Sizlar ham bemalol kirib bozorga o'zingizlar mana shunaqa texnik analiz qilib bemalol pul ishlashinglar mumkin. Har doim aytib o'taman, mana bunaqa liniyalarga kelganda sizlarga сделкаlarga kirishinglarni. O'sha payt bizani сделкamiz o'tish ehtimoli 99-95% bo'ladi.
agar liniyani buzib o'tib ketib qolsa, o'sha buzib o'tib ketgan tarafga ham bemalol сделкаlar ochib minuslarni ham qoplab olsanglar bo'ladi. Birinchi сделкamiz shunaqa bo'ldi. Bu yerda уровень поддержка bor deb ko'rsatib o'tgandim. Shu уровень поддержкani tanasi bilan buzib o'tdi va sразу biz pastga qarab сделка ochdik. Agar liniyamizni buzib o'tmaganda biz bemalol mana shu yerdan tepaga qarab сделка ochsak bo'lardi. Birinchi сделкamizni bemalol o'tib holatini o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Agar sizlarga ham xuddi shunaqa har xil strategiya va taktikalar kerak bo'lsa, bizani YouTube va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube va Telegram kanalimizda ko'p ma'lumotlar berib o'tamiz. Demak, bu saytda original ssilkasi ham bizani Telegram kanalimizda bo'ladi. Telegram kanalimiz ssilkasini opsiyada qoldirib qo'yaman. Bemalol o'tib olishingiz mumkin. Video yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib, bizani qo'llab-quvvatlab borasizlar degan umiddamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog', salomat bo'linglar.